Səvr, taqət və şükür. Abduri doktor Məmtimin. Həmmimiz bilgəndək, səvr, taqət və şükür qilish insanların ən gözəl əxlaq pəzilətlərdən biri olub, tarixdən bu yan oxşamağan dini etiqad və oxşamağan örf-adət, oxşamağan irqdiki oxşamağan millatlar. Cümlədən, biz Uyğurlar insanların bu gözəl əxlaq pəzilətlərini hər xil gözəl sözlər bilən tərifləb, onu kən köləmdə təşəbbüs və təşviq qılıb gəlgən. Bizdə səvr qılsang, ғorudan halva pişar deydiğan adlı sözü var. Başqalarının beşiğa balayı afət, qayğı əsrət, dərd ələm və külfət kəlgəndə biz ularga səvr taqət tiləymiz. Çünki insan iğir balayı afətə yoluqqanda və yıqınlarını yoqutub qayğı həsrətə tolğanda duch kəlgən ruhi azabqa nisbətən səvr taqətdən başqa önümlük dava yox. Faqat səvr taqət bizni bu azablardan g'olib kelishga boshlab boralaydi. İbn Qayyum Javziya səvr və shukr qilish to'g'risida mundaq degan ekan. İmanның ikki yerim parçası var. Biri səvr, yana biri shukr. Səvr taqət shukr qilishning ochquchi. Demak, səvr taqət və shukr imanның mo'yin bir qismi bo'lib, ular o'zaro zich bog'langan. Bizdə səvr taqət və shukr qilish to'g'risida nurg'un xato tushunchalar bor. Shu sababdan men tövəndə dinimizdagi səvr taqət və shukrga berilgan ta'riflar bilan boshqa dillardagi bir qism shaxslarning səvr taqət və shukrga bergan ta'riflarini birlashtirib, o'zimning səvr taqət və shukr qilishga bo'lgan tushanchamni yezib chiqib, keng o'qirmanlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Səvr taqət. Səvr so'zi arabcha so'zdan kelgan bo'lib, uning ichki va tashqi, shaxsiy va kollektiv omil bilan munosabatli bo'lgan har qandaq ahvol ostida, bo'libmi peshkanlikka uchirganda, balo qazo va mag'lubiyatga yo'liqqanda, irodalik bo'lish, yaxshilik qilishni davomlashtirish, to'g'ri yo'ldan voz kechmaslik va chidamliq bo'lish degan ma'nosi bor ekan. Taqat qilish bo'lsa, chidash, bardoshlik berish va aldiraqsonlik qilmaslik, vaqt soatini kutish degan ma'noni bildirdi. Tilimizda nima uchun səvr bilan taqatni bir jup so'z qatorida birga ishlatiladi? Men buning sababini toza bilmadim. Biroq men yanala ko'nib ketgan odatimiz bo'yicha bu ikki so'zni bir jup so'z qatorida ishlatmoqchi. Agar biz səvr taqat to'g'risida texmo inchikilab to'xtalsak, u bizning shaxsiy va ijtimoiy hayotimizda bo'libmi biz biror peshkanlikka, o'ng'aysizlikqa va qiyinchilikqa uchraganda, baloyi ofat, dard alam va qazoga yo'liqqanda bizga o'zliksiz aktiv harakat qilishni, chidamliq bo'lishni o'rgatadi. Dinimizda səvr to'g'risida mundaq deyilgan ekan. Agar
Allah seni sabr qildırsa, sen çoqum ümid qilgandan ortiq narsaga erishishga tayyor bo'l. Demak, sabr qilgan odam Allahning mukofotiga erisha oladi. Allah o'xshamagan kishilarning sabr toqatini o'xshamagan usulda sinaydi. Chunki har insonda o'xshamagan darajada sabr toqat va e'tiqod bo'ladi. Allah sabr toqatlik insonlar bilan birga. Qur'on suralaridan. Dinimizda sabr toqat to'g'risida yana mundaq deyilgan ekan. Kimdi kim qiyinchilik ahvolda to'g'ri yo'lni davomlashtirsa, u qo'shlab mukofot oladi. Yuqorida deb o'tgandek, sabr toqat iymonning bir parchasi ekan. Sabr toqat qilgan odamni Allah mukofotlaydi ekan. Undaqda biz sabr toqatni qandoq tushunishimiz kerak? Normalda biz suvga tushib ketib, qutqizinglar deb vaqiravatgan yoki uyiga o't ketib, uydan chiqolmay nola qilayotgan va hayotda xavf ostida qilayotgan kishiga sabr toqat qil demaymiz. Chunki biz sabr qilishni faqatla saqlash, bardoshlik berish va chidash deb bir taraflamalik holda xato tushunib qolgan. Amaliyotda bo'lsa, sabr toqat deganlik hargizmi duch kelgan qiyinchilikqa, baloy ofatga, dard alamga, mag'lubiyatga, peshkanlikka, zo'ravonlikqa, nohaqchilikqa va adolatsizlikka sukut qilish, ko'z yumish va yoki hech ish qilmay jim o'tirish deganlik emas. Hammamiz bilgandek, Microsoft shirkatini barpo qilguvchi Bill Gates Amerikada, jumladan dunyoda muvaffaqiyat qozongan mashhur korxonachi, millioner va saxovatchi. U sabr toqat to'g'risida mundoq degan ekan. Sabr toqat muvaffaqiyat qozonishning ochqichi. Buningga asoslanganda sabr toqat qilish demak, aql farosatni ishlatib, sabrchanlik bilan uzluksiz tirishish deganlik. Faqat shundoq bo'lganda, ondan sabr toqat qilish orqali muvaffaqiyat qozonqil bo'ladi. Ya'ni sabr toqatni muvaffaqiyatning ochqichi qilg'il bo'ladi. Chunki muvaffaqiyat hargizmi hech ish qilmay jim o'tirib sukut qilishdan kelmaydi. Muvaffaqiyat ham aldiraqsonlik qilishdan yoki hissiyotga taynib talvilik qilishdanmi kelmaydi. Muvaffaqiyat salmoqlikdan, aqlni ishlatib, izchil, tirishchanlik ko'rsatishdan keladi. Demak, sabr toqat deganimiz g'ayrat qilmoq, bardoshlik bermak, chidamliq bo'lmoq, vaqt soatini kutmak, aldirab xatolik sodir qilishdan saqlanmoq demak. Sabr toqat demak, hargizmi hech ish qilmay jim o'tirish deganlik emas. Balki aktiv pozitsiyada bo'lib, nima qilishni, qanday qilishni yaxshi tushunish va yaxshi plan qilish demak. Sabr demak, yuzlangan masalalarni yaxshi hal qilish uchun atrofliq, to'g'ri tafakkur qilishga vaqt ajratish demak. Sabr toqat qilish demak, hargizmi duch kelgan peshkanlikka, baloyi ofatga, adolatsizlikka, nohaqchilikqa sukut qilish, ko'z yumish demak emas. Aksicha, duch kelgan qiyinchilik, baloyi ofat, adolatsizlik va
naqchilik ustidan g'olib kelish uchun g'ayrat qilish, chora izdash, izchil tirishchanlik ko'rsatish, hargiz voz kechmaslik demak. Aqlni ishqa selib, kutgan natijaga erishish uchun zarur bo'lgan vaqt soatini kutish va uningga puxta tayyorlik qilish demak. 18 asrda yaşagan Angliyalik mashhur yozuvchi Samuel Johnson mundaq degan ekan: "Eng go'zal asar kuch-quvvatdan emas, balki sabr-toqatdan amalga oshadi." Bu yerdami sabr-toqat qilish orqali eng yaxshi natijaga erishgili bo'ladiganligini o'ttirg'a qo'yish orqali sabr-toqat qilish insonga yolg'iz kuchga tayanib emas, balki aql-farosatga tayanib ish qilish fursati yaratib berdiganligini va uning insonni muvaffaqiyat qozonishga boshlab bordiganligini ta'kidlab o'tgan. Bizdagi yo'lbosni yengan botir emas, ochiqni yengan botir degan so'zmi dal shu insonning kuchi bilan emas, balki sabr-toqat va aql-farosat bilan botir bo'lg'ili bo'ldiganligini bayon qilgan. Tibetlarning doisi Dalai Lama sabr-toqat to'g'risida mundaq degan ekan: sabr-toqatni hargizmi ojizlikning ifodasi deb tushunmaslik kerak. Aksicha, u kuchliklikning ishorati. Haqiqatdanmi boshqalarga yo'l qo'yish, o'zini tutib olib salmoq bo'lish, puxta tayyorlik qilish, yaxshi plan qilish va har ishning eng muvofiq vaqt soatini kutish hargizmi ojizlikning ifodasi emas. Aksicha, aldirab tenab, tantaklik qilish, ochiqini kontrol qilolmaslik, aldiraqsonlik qilib, xatolik sodir qilish va mag'lubiyatga oson tan berib, hammadan voz kechish ojizlikning ifodasidir. 4-5 asrda yashagan Xristian filosofi Sant Augustin sabr-toqat to'g'risida mundaq degan ekan: sabr-toqat aql-farosatning hamriyi. Demak, aql-farosatlik odam sabr-toqatlik bo'ladi. Sabr-toqatlik odam bir ish qilganda aldiraqsonlik qilmay, aql-farosatini ishiltib, har ishni salmoqlik bilan planliq va puxta qiladi. Ma'lum bir mashhur shaxs sabr-toqat to'g'risida mundaq degan ekan: g'azablangan har bir minutdagi sabr-toqatlik bo'lgan har bir minut insonni pushaymon qildiradigan minglarcha minutdan saqlaydi. Demak, sabr-toqat odamni aldiraqsonlik qilib, mag'lub bo'lishdan va bir umr pushaymon qilishdan saqlaydi. 2007 yil 1-oyda men noma'lum bir qizdan bir parcha yordam xati topshirib oldim. Xat Turpanning bir yezisida saqaymas, ersi kasalga giribdor bo'lgan bir qizdan kelgan ekan. U xatida o'zining va ikki singlisining duchani muskul yigilab qilish deb atalgan davosi yo'q bir ersi kasalga giribdor bo'lganligini, biroq o'z hayotining yetishicha bu kasalning davosini izlaydiganligini, o'zi foydasini ko'rolmasimi, ikki kichik singlisi uchun bo'lsimi to'xtamay tirishchanlik ko'rsatib, u kasalga davo topadiganligini yezibdi. U qiz menga xat yozgan vaqtda 24 yoshga kirgan bo'lib, u qizdagi kasallik alomatlari 9-10 yoshda boshlangan ekan. U qizning ota-onasi doktorlarning u qizni
18 yaşlar ətrafıda ölüb qilishi mümkün. Әң көп болғандымы, 20 yaşdan aşmaydı deginini аңлағанлығы үшін, o qızını Ali məktəb imtihanıға qatnaşdırmağan ikən. O qız keyin tasaddifi fürsətdə özünün kesellik diagnoz qağızını görübdü və özü qırıbdar bolğan kesellikning yuqarqı saqaymas bir kesellik ikənligini bilibdi. O qız özü və ikki singlisi qırıbdar bolğan bu kesellikə dava tepiş üçün özligidən ingliz tili öyrənibdi. Amerika, Fransiya və Germaniyalardakı bu keselni tədqiq qiladigan doktorlarning bu kesel to'g'risidagi yozgan ba'zi materiallarni ko'ribdi. Yevropadan surishti qilib yurib, bu keselning ig'irlashishini ostiltish uchun foydasi bor deb qaralgan ba'zi dorilarni zakaz qilib, akilib ishiltibdi. Boshqalardan surishti qilib yurib, mening xat adresimni tepib, menga xat yozibdi. Men bu qizning xetini topshirib elishdan ilgari undaq bir kesal bor ekanligini bilmaydiganman. Yoki burun balki o'qigan bo'lsammi, biroq unutilib qolgan ekanman. Men u qizning xetini topshirib olgandan keyin bu kesal to'g'risida ba'zi izlanishlarni elib bordim. Duchenne muskul yigidab qilish degan kesal az uchraydigan bir xil irsiy kasallik bo'lib, u kasalni eng dastlabda fransiyalik doktor Duchenne 1861-yili bayqagan ekan. Keyin bu kasalga shu doktorning nomi bilan nom berilibdi. Bu kasal odatda onadan o'g'ilga miros qiladigan irsiy kasal bo'lib, normalda faqat o'g'il bolada ko'rildi ekan. Qizlar faqat bu kasalni keyingi avlodiga qoldirish rolini o'ynaydi ekan. Bu kasal bo'lgan bolalarning muskullari yigidab, palaj bo'lib qoladi ekan va oxirida kasal nafas olishga yordam beradigan muskullarga ta'sir ko'rsatib, bemorning o'lib ketishini keltirib chiqardi ekan. Amerikaning o'zida bu kasalga giribdor bo'lgan ko'pincha bemor 25 yoshlar atrofida o'lib ketadi ekan. U qiz 2013-yili menga yana xat yozgan va xatida o'zi va ikki singlisi giribdor bo'lgan u kasalni davolash uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatayotganligini, kasallik ahvolining texmo ig'irlashganligini, biroq o'zi va ikki singlisi uchun umidni hargiz yo'qotmaganligini, ham to'y qilib o'ylik o'choqliq bo'lganligini aytgan edi. Keyin anglasam, u qiz kelgusiga bo'lgan umidini uzmay, ham kasalning ig'irlashganiga qaramay, tirishib o'rganib, Misrga o'qishga borgan ekan. Mana bu sabr toqatning eng yaxshi misolidir. Men tövəndə sabr toqat uchun, ya'ni bir amaliy misol ko'rsatib o'taman. 1998-yili Amerikalik bir jup ayol o'zlarining 15 oylik va 7 kunlik bo'lgan ikki bolasining az uchraydigan bir xil irsiy kasaliga giribdor bo'lganligini, bu kasalning ayni vaqtda önümlük davasının yo'qligini va bu kasalga giribdor bo'lgan bolalarning ko'pinchisining 1 yil ichida o'lib ketadiganligidan xabardor bo'lgan. U kasal pompa kasali deb atiladigan bo'lib, 1932-yili Gollandiyalik doktor pompa bayqagan va shuning nomi bilan atalgan. Bu kasal 17 nomerlik xromosomadan
çataq chiqqanlıq səbəbidən kelib chiqqan tug'ma kasal bo'lib, jigardagi shakarni parchalaydigan bir xil enzim kam bo'lish sababidan shakarni parchalash va muskullar tarafidan energiya uchun ishiltish to'salg'iga uchraydi va natijada muskullar yetarlik energiyaga erisholmaydi. Muskullar ojizlashish va palaj bo'lish kelib chiqadi. Eng oxirida badandagi nafas yo'li, yurak muskuli qatorliq har xil muskullar ta'sirga uchrab, bemor hayotidan ayriladi. Bu bir jup ayol o'zining ikki bolasining bu saqaymas kasalga giribdor bo'lganligini bilgandan keyin qat'iy sabrlik bo'lib, bolasining kasaliga davo tepish qaroriga keladi. Ular oldi bilan bu kasalni tadqiq qilayotgan mutaxassislarni izlaydi. Biroq ulardan erishgan javob garchi bu ota-onaga bak ko'p umid bermagan bo'lsa-mu, biroq ular hargiz voz kechmay bir tarafdan Amerikadagi shu xil kasalga giribdor bo'lgan bolalarning ota-onasini izlab tepib, ularni tizimlashga boshlagan bo'lsa, yana bir tarafdan u kasalni tadqiqot qilib, uningga davo tepish uchun keraklik iqtizod to'plashga kirishdi. Natijada ular bu kasalga davo tepish uchun $100 million iyoni to'playdi. Amerikadagi Duke universitetidagi tadqiqotchilarning jaboliq tirishchanlik natijasida bu kasalni davolashda ko'zga ko'rinarlik ilgirlashlar dunyoga keladi va 2006-yili bu kasalni davolaydigan dori Mayuzayim Amerika yemaklik va dori idorasining rasmiy tasdiqidan o'tib bozorga kirdi. Shuning bilan butun dunyoda har yili bu kasal bilan tug'ilgan 1000 dan ortiq bolalarga dastlabki qadamda davo tepiladi. Bu vaqalik 2016-yili 8-oyning 29-kuni Shifoliq degan nom bilan kitob bo'lib nashr qilindi va Amerikada eng yaxshi sotilgan kitobga aylanadi. Undan keyin bu vaqalik 2009-yili kino qilib ishlanib, 2010-yili 1-oyning 22-kunidan boshlab kinoxonlarda rasmiy qo'yiladi. Bular mening tushanchamdagi sabr toqatning eng yaxshi misolidir. Yig'inchaqlab aytganda, sabr toqat insonlarning eng go'zal axloq fazilatlarining biri bo'lib, u aql farosat bilan ish qilishning kapolati. Sabr toqat demak, sabr qilmoq, aslo voz kechmaslik, o'z haq-huquqini qo'g'dash uchun izchil tirishmoq, izlanmak, chidamliq bo'lmoq, to'g'ri yo'lda mengishni qat'iy davom qilmoq demakdir. Shukr qilish. Shukr qilish deganimiz Allohning bizga ato qilgan barliq iltifoti va ne'mati uchun tashakkur aytish va minnatdorlik bildirish degan ma'nodagi so'z bo'lib, u islom dinining eng go'zal axloq fazilatidir. Agar sizlar shukr qilsanglar, men sizlarga texmi ko'p beraman. Sura İbrahim 7-oyat. Shukr tövəndəki 3 məzmunni öz içigə alır. Birinchisi, bilish. Bilish shukrning asosidir. Biz cho'qim bizga ne'mat, xayrlik ato qilg'uchining faqat va faqat Alloh ekanligini bilishimiz kerak. Ikkinchisi, to'nib yetish va e'tirof qilish. Ya'ni bizga kelgan ne'mat,
xayrlikning hammasining faqat va faqat Allohdan kelganligini tunib yetishimiz va e'tirof qilishimiz kerak. Uchinchisi, amaliy ish-harakat va qilmish. Allohga bo'lgan minnatdorlikni yolg'iz ig'izda, so'zda emas, balki amaliy harakat bilan ifodalash. Har zaman Allohga itoat qilish va minnatdorlik bilan ish qilish. Har zaman Allohning buyrug'ini qilish, Allohni so'yish va Allohni madiylash. Dinimizda shukr qilishga yuqorqidek ta'riflar berilgan ekan. Undaqda boshqa dindikilar va ba'zi dongli shaxslar shukr qilishga qanday ta'birlarni bergan? Amerikaning 35-qatimliq sobiq prezidenti John F. Kennedy shukr qilish to'g'risida mundaq degan ekan. Biz shukr qilganimizda, shukr qilishning eng kattasining so'zda emas, balki uning bilan yashashda ekanligini unutib qolmasligimiz kerak. Bu yerda minnatdorlik bildirganda yolg'iz so'zda emas, balki bir umr amaliy harakatimiz bilan tabiatning, ya'ni Allohning bizga ato qilgan ne'mati uchun tashakkur bildirishimizning muhimligi ta'kidlangan. Amerikalik tonilgan yozuvchi va nutuq so'zlagichi Tony Gaskins shukr qilish to'g'risida bundaq degan ekan. Shukr qilish demak, sen hozirqidan ortiqni umid qilmaysan deganlik emas. U sen ega bo'lgan shay uchun minnatdor bo'lish bilan birga, texmi ko'p shayga erishish uchun sabr taqat qilasan deganlik. Ma'lum bir shaxs shukr qilish to'g'risida mundaq degan ekan. Shukr bizning energiyamizni oshirib, umid qilgan texmi ko'p shaylarni hayotimizga elib kelishimizda kuchlik rol o'ynaydi. Demak, shukr qilish odamga to'g'ri va aktiv energiya bag'ishlaydi. Ko'zlagan maqsadimizga yetish uchun kuch-quvvat ato qiladi. Yana bir noma'lum shaxs shukr qilish to'g'risida mundaq degan ekan. Baxt bizni shukr qildirmaydi. Aksicha, shukr bizni baxtli qiladi. Haqiqatdanmi shukr qilish insonga baxt tuyg'usi bag'ishlaydi. İnsanның ro'yi holatini tangshaydi. Nurg'unlagan psixikalik masalalarga duch kelishdan saqlaydi. Shukr qilishni bilmagan inson noinsof va ochko'z keladi. Natijada undaq kishilar mangu haqiqiy baxt tuyg'usiga erisholmaydi. Amerikalik mashhur qora tanlik ayol Oprah Winfrey shukr qilish to'g'risida mundaq degan ekan. Ega bo'lganga shukr qil. Ondan sen texmi ko'p narsaga erishsan. Agar sen noinsoflik qilsang, mangu qanoat qilmaysan. Demak, shukr qilish deganlik hozirqidan ortiqiga ega bo'lma deganlik emas. İnson shukr qilish orqali noinsoflik va ochko'zlikdan saqlana oladi. İnson shukr qilganda boshqalarning nasibasiga ko'z tikmaydi. Boshqalarning haqqini yemaydi va raqobatda adil bo'ladi. Amerikalik yozuvchi Melody Beattie shukr qilish to'g'risida mundaq degan ekan. Shukr bizga o'tmishimizni eslatadi. Bugunimizga rohatlik elib keladi. Atimizga go'zal tasavvur barpo qiladi. Demak, shukr qilish bizga o'zimizni texmo yaxshi tonitadi.
nədən kelganligimizni və nəga bardığanligimizni hər zaman xatırlatır. Qadimqi Rimlik siyosatchi Sisero shukr qilish to'g'risida mundaq degan ekan. Shukr eng go'zal axloq bo'lib qolmasdan, u hamma narsaning otasi. Demak, inson shukr qilish orqali nurg'unlagan yaxshi ishlarga yo'l ocha oladi. Shukr qilish demak, koinotni va biz yashayotgan bu dunyodagi har shayni Allah'ның bizning o'rtaq foydalanishimiz uchun yaratganligini to'nib yetish demak. Shukr qilish demak, Allah'ның bizning o'rtaq foydalanishimiz uchun yaratgan har shayisi bizga bergan sog'lom tan va aql parasti uchun minnatdorlik bildirish demak. Shukr qilish demak, Allah'ның bizga ato qilgan har shayis uchun yolg'iz ig'izda emas, balki amaliy harakatimiz bilan tashakkur aytishimiz va minnatdorlik bildirishimiz kerak demak. Shukr qilish demak, hargizmi hozirgi holatimizga qanoat qilib, bir izda to'xtab qilish deganlik emas. Shukr qilish demak, hargizmi hozir ega bo'lgan shaydan ortiqiga va uningdan yaxshisiga ega bo'lishni umid qilmaslik, uninglik uchun tirishmaslik yoki uningdan voz kechish deganlik emas. Shukr qilish demak, hargizmi Allah'ның bizga bergan nesivisini boshqalar tortib olganda uningga sukut qilib jim o'ltirish deganlik emas. Biz odatda bir puti sunib ketgan yoki bir putidan ayrilib qolgan bir odamni ko'rganimizda Allah'ның o'zimizning ikkili putimizni sog' salomat qilganiga shukrlar aytamiz. Bir puti yo'q odam garchi ikki puti sog' odamlarni ko'rganda ko'ngli yerim bo'lsa-mu, biroq ikki puti, ikki qo'li yo'q odamni ko'rganda o'zining kam deganda bir puti va ikki qo'lining sog' bo'lganligiga shukr qilishi mumkin. Bu yerdagi shukr hargizmi yolg'iz ikki putimizning yoki ikki qo'limizning sog' bo'lishining Allah'ның bizga qilgan ne'mati ekanligini to'nib yetish bilanla cheklanib qolmasdan, balki ikki putimizning sog' bo'lishiga yarasha ikki puti sog' bo'lganlar qilolmagan ish-harakatlarni qilishimiz va Allohga amaliy harakatimiz orqali minnatdorligimizni bildirish kerak deganlikdir. Bu bizning amaliy harakatimiz bilan Allohga minnatdorlik bildirishimizdir. Biz mashina haydab yo'lda ketib, koni velosipedga minib ketayotgan bir odamni ko'rganda, bizda bir xil qanoat tuyg'usi paydo bo'ladi. Natijada biz o'zimizning erishganlarga shukr qilamiz. Agar bir kuni bir tanishimizning shaxsiy aeroplani bilan sayohat qilayotganligini ko'rganimizda va yoki anglag'inimizda o'zimizning hozirgi holatidan paydo bo'lgan qanoat tuyg'usi ma'lum darajada suslashib yoki tuvallab ketishi mumkin. Bu normalda boshqalar bilan selishtirish va selishtirmaslik masalasi bo'lmasdan, aksicha u insonlarning tabiiy inkosidir. Chunki Allah biz bilan yana bir odamning shukr qanoat qilish nuqtasini ayrim holda farqli qilib yaratmagan. Chunki Allah koinotni va bu dunyodagi har shayni hammamizning o'rtaq foydalanishi uchun yaratgan. Allah hech bir shayni bir qism kishilarga ko'p nisb qilgan, yana bir qism kishilarga oz nisb qilgan emas. Bu dunyodagi har shayni bizning foydalanishimiz uchun yaratgan Allah bizga sog'lom tan,
aql parosatni ato qilgan Allah koinotdan foydalanish va bahramon bo'lish fursatini hamma odamga barobar ato qilgan. Agar boshqalar tirishib o'ziga va insoniyatga to'p qo'shgan bo'lsa, bizning shunday qilish haqqimiz, huquqimiz va majburiyatimiz bor. Bu bizning Allah'ның bizga bergan har şeyis uchun qilgan eng amaliy tashakkurimiz va shukrimizdir. Saxovat qilish va insonlarning farovonligi uchun mal dunyosini iyona qilish, shukr qilishning eng amaliy va eng yaxshi ifodalardan biri bo'lsa kerak. Chunki saxovat qilgan va o'zining mal dunyosini iyona qilgan odam o'zliksiz tirishib, jafoliq ishlagan, boylik yaratgan, biroq boylikni do'st tutmagan odamdir. Microsoft shirkatining barpo qilg'uvchisi Bill Gates va uning ayoli fan texnika va har xil saxovatlik ishlar uchun 50 milliard dollar iyona qilgan ekan. Saudiya Arabistonlik bankchi Sulayman bin Abdul Aziz Al-Raji har xil saxovatlik ishlari uchun 5,7 milliard dollar iyona qilgan ekan. New York shahrining burunqi shahar boshlig'i Michael Bloomberg hozirga qadar har xil saxovatlik ishlar uchun 3 milliard dollar iyona qilgan ekan. Tor orqali mal sotadigan eBay shirkatining qurg'uvchisi va eBay shirkatining hozirgi boshlig'i Parisda tug'ilgan va hozir Amerikada yashayotgan Ironlik Umidyor apandim har xil saxovat ishlari uchun 1 milliard dollar iyona qiladi ekan. Bizning yaqinqi zaman tariximizga qaraydigan bo'lsak, to'xtamay tirishib, jafo mushaqqatlik ishlab, igilik tiklab, boylik yaratgan va boyliqlarni millatning milliy ma'rifini gullantirishga, yetim yesirlarga yor yo'lak bo'lishga sarf qilgan nurg'un saxovatchilarimiz o'tgan. Ular Allah bergan aql farosatni ishqa selib, tirishib, igilik yaratib topgan mal dunyosini Allohga bo'lgan tashakkurni bildirish uchun sarf qilgan. Undan boshqa xalqimiz ichidan chiqqan nurg'un olimlarimiz, adiblarimiz, tarixchilarimiz va o'qituvchi ustozlarimiz Allohning o'zlariga ato qilgan ne'matlarni to'liq to'nib yetib, o'zliksiz tirishchanlik ko'rsatish orqali bilim egallab, keyingi avlodlarni tarbiyalash uchun ajr singdirishning o'zimi ularning amaliy harakati orqali Allohga minnatdorlik bildirishidir. Mening qarshimcha, ular o'zlarining amaliy harakati orqali Allohga shukr qilg'uchidir. Yig'inchoqlab aytganda, shukr qilish demak, o'zimiz ega bo'lgan har shayning Allohning ne'mati ekanligini to'nib yetish va uninglik uchun amaliy harakatimiz bilan minnatdorlik bildirish demak.